2026-yilda qum suvoq qilish necha pulga tushyapti? Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek Fayzli xonadonimizga chiroyli qilib qum suvoq qilib berishibdi. Ustalarimiz aytishi bo'yicha xohlagan joylariga pravila deydi, mana uni pravilani qo'yib ko'ramiz, 0 ga chiqadi deyishyapti. Bitta joyga qo'yib ko'raylikchi, sizga. Hozir mana shu joyga qo'yamizmi, qaranglar. 0 ga qo'yilyapti ekan, yon tomoniga qo'ysa ham 0 chiqadi deyaptilar ustamiz. Qaranglar, bu tomondan bitta ko'rsatib qo'ying. Ko'rib turganlaringdek 0 ga chiqarib bergan ekan. Xo'p. Ustakamiz o'zlari to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Xo'p, aka, juda ham chiroyli chiqibdi. Mehnatlaringga zo'r. Aka, xo'p. Polni 0 ga chiqarib bergansizlar, albatta. Buni 0 ga chiqarish uchun alohida dogovor bo'ladimi? Xuddi shunday 0 ga chiqarib beramiz pravillada. Ikki xil variantlar bo'ladimi? Buni variant ko'p, qalin yupqaligi. Qalin yupqaligida farq bo'ladi. Aha. Xo'p, bir xil ustalarda haligi boradi, pravillaga qo'ysa, vanna bo'lib ketgan, boshqa bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun so'ramoqchiman, haligi alohida dogovor qilinadimi bunga summasiga boshqa? Ha, qalin yeydigan bo'lsa, 4-5 yeb ketadigan bo'lsa, unga ozgina dogovor qo'shiladi. Lekin stabilni narximiz normalniy devor yuqa yeydigan bo'lsa, endi 3 santimetrga 35 mingdan qilib beramiz. Undan u yog'iga narximiz qo'shilib ketadi aka. Qo'shilib ketadi. Xo'p, aka, keyin yangi uyga boshqa narx, eski uyga boshqa narsa bo'ladi. Yangi uy bo'ladigan bo'lsa, shu 35 ming so'mdan qilib beramiz. Eski uy ko'chirib bo'ladigan bo'lsa, uni narxi boshqa bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Xo'p, juda ham zo'r aka. Pravilani ham birorta joyga qo'yib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Bitta joyga qo'yib ko'rsatlaring nimasin? Xohlagan joyga aka. Bu joyga qo'yib ko'rish mumkin. Juda ham zo'r. 0 ga olingan ekan. Xo'p, buni tashqari qator uylarni ham ichkarilarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu burchaklarni ham o'zlaring chiroyli qilib 0 ga qilib chiqarib beradilar. Albatta, lazerda aka bu burchaklar. Pravila qo'yilmagan holatda ikki tomondan devorni chiqarib, lazerga chiqarib berganmiz bu yerdan. Lazerga qo'yilgan-a bular? Albatta. Juda ham zo'r. Ichkariga kirib ko'radigan bo'lsak, o'n qaranglar. Xo'p, mana shu joyimiz aka 3 santimetrga bo'lgan-a? 3 santimetr qalinlikda bo'lgan emas? Yo'q, ha, ba'zi joylari undan ham ko'proq qalinroq yegan, ozgina joylari. Zulmasdan bitta qo'yib beraylik. Mana qaranglar. Polni o'rniga qo'yilgan ekan. Xo'p, aka, bu joyimiz necha kvadrat bo'lgan polni? 700 kvadrat, ozgina kam, 700 kvadrat bo'lgan-a? Xo'p, mana burchaklarda nimadan sizga o'tadi? Mana burchaklarni foto ko'rsatib bo'ladimi? Nimadir, mana bu joylarini, mana to'g'risi uncha aqlim yetmaydi bunga. Atkoslarni. Atkoslarni. Atkosni nimadan tekshiramiz endi aka? Atkozni lazerda tekshirish mumkin. Bormi lazer aka? Lazer bor. Hatta bu tomondan? Mana bu tomonda ham lazerimiz bor. Ha, bu yerda ham bormi? Qaranglar. Lazerga chiqqan hammasi. Qo'yib mana. Nur chiqib qolyapti, tevasini ko'rsataylik. Polni lazerga olingan ekan. Aka, mana shu 700 kvadrat bo'lgan deyapsiz-a? 700 kvadratga, xo'p, necha kun vaqt ketdi aka? 20 kun. 20 kun vaqt ketdi. 20 kun vaqt ketdi. Xo'p, necha kishi ishlaysizlar? 2 kishi. 2 kishi ishlaysizlar. Bu burchakni olib qo'yganlaring nima deydi buni? Kost chiqarilganmi, nima deydi bu? Diagonalmi? Diagonalmi bu? Yo'q, bu burchak deyiladi aka. Lazer yoqib qo'yibsizlar-ku. Aha, bu burchak aka. Jilkada bo'lgan holat aka bu. O'zi biladiganlar biladi, menimcha. Men to'g'risi unchalik aqlim yetmaydi nimaga? Mana bu burchak ham lazerda. Buni lazerda turibdi ekan-a? Qo'yiloma. Xo'p, aka, xizmat ko'rsatishimiz qayergacha bo'ladi keyin? Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat. Vohalarga uy egasi bordi keldi yo'l kirasini to'lasa, borib qilib berib ko'ramiz aka. Bordi keldi, yo'l kirasiga qo'shilib qoladi. Yo'l kirasiga qo'shiladi aka, bordi keldi yo'l kirasiga. Xo'p aka, eski uylar bo'lsa alohida narx bo'ladi. Narxlari kelishiladi. Ko'rib turib kelishiladi. Albatta bir qator ko'riladi. Keyin shunga qarab kelishiladi. Yangi uylar bo'lsa o'sha 35 ming so'mdan qilib berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Xo'p, Telegram, WhatsApp'laring bor-a? Hamma yo'q ishlaydi aka. Xo'p, aytib o'tganlaridek Telegram, WhatsApp. Aka, keyin bu kimlardir pishig'ish qiladi, kimlardir xomg'ish qiladi. Bularga qanaqa nimalarni qiladi? Faqat bir xil qilmoq bo'ladimi? Yo'q, ichkariga aka pishgan g'ish bo'lsa ham ohak qilingan yaxshi.
ichkariga, tashqariga sementovoy bo'lgani yaxshi, pishgan g'ishtga. Xom g'isht bo'ladigan bo'lsa, ohak aralashtirgan ketmaydi. Chunki yerga stechka kuysiz, yorilib ketadi bilsiz. Salafan tashlamasdan stechka kuysiz, yorilib ketadi. Bu ham xuddi shunday narsa, sement bo'lgandan keyin quruq narsa bo'ladi. Bu ohak ozgina qayishqoqligini hisobiga uncha yorilmaydi. Даже qalin yegan joylari yorilishi mumkin. Yuqa yegan joylari yorilmaydi. Sementovoy bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik bu birdaniga qurib ketmaydi. Uzoq muddatda qurigan hisobiga keyin tortishib, yorilib ketish ehtimoli bor. Xom g'ishtda. Xom g'ishtda. Bu xolasa telefon qilishadigan bo'lsa, o'zingiz bir qator maslahat so'rashsa, maslahatingizni berib nima qilaverasiz-da. Xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldiryapmiz, aytib o'tganlaridek, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatisar ekan. Kimga shunaqangi qumsuva xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib berishadi. Obtuzdan ozorlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.